Man Dilshod Isanov va Latviyaga, Amerikaga ketish uchun keldik. Yevropada buni ta'miga qiziqamiz, yomon tomonlarini. XBet o'sha vaqtda rivojlangandi yoki qizli, mana shunaqa. Shuning uchun kim Yevropaga, mana yoshlar ko'rib tursa, o'qishga kelmoqchi bo'lsa, moliyaviy tomonni o'ylash kerak. Pul ekan 2400 yevro ham ketibdi, kamayib boryapti. Shunaqa san yomon debdi desa, bu kun ustiga boshliq kelardi-da, hammani mazasini qochirib ketardi. Assalomu alaykum vatandoshlar. Hurmat bilan Dilshod Isanov. Bugun vatandoshlarimizga bir o'zbek yigitni Yevropadagi sarguzashtlari, qiyinchilik davrlari, studentlik vaqtlari, xursandchiliklari, baxtli kunlari, ya'niki Dilshod Isanov kim aslida, qayerdan Polshaga kelib qolgan, barchasini sizlar bilan bir dildan suhbat qilmoqchiman, to'g'risi. Jigar shoshmay, bizaga obuna bo'lish yodingizdan chiqib qolibdi. Instagram kanalimizga obuna bo'ling, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va menga aloqaga chiqmoqchi bo'lsanglar, shaxsiyga murojaat qiling. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Endi videoga qaytamiz. Men Dilshod Isanov, ko'pchilik bilishadi, hurmat bilan Dilshod Isanov iborasi bilan Instagramda viza sohasida shug'ullanamiz. Ko'pchilik bizani Polshada ishlar yoki Dilshod Isanov nomi bilan bilishadi. Xo'p, nima desam ekan? Oddiy oilada tug'ilganmiz, oddiy maktabda o'qiganmiz, Jizzax shahrida, Jizzax viloyati, Jizzax shahrida. Va o'qish maktabni bitirganimizdan keyin qisqaroq qilib aytib bersam, 2011-yili, 2014-yili Jizzax viloyati, Jizzax shahridagi akademik litsey, ya'niki Sayiljoy akademik litseyda taxallus olganmiz, xorijiy fanlar fakultetida. Va 2014-yili adashmasam prokuror bo'lishni orzu qilardi yoki yuristlik sohasiga qiziqardi yoki tamojniy sohasiga. Mana shu ikki sohaga qiziqardi. Afsus, na prokuror bo'ldi, na yurist bo'ldi. O'qishga kirdi, o'qishga imtihonga topshirdi, o'ta olmadik, yiqildik. Shu bilan Sarvarjon, meni bir oqibatli do'stim bor, biz aka-ukamiz va Sarvarning akasi Komil aka. Ustozimiz, qaysiki o'sha savdo sotiq sohasida ustozlik qilgan va 2014-yili litseyda bitirdim, o'qishga kira olmadim. 2014-yilning oxiri, 15-yil, 16-yil Sarvar o'rtog'im bilan Jizzax shahrida targoviy sentr desa, Jizzax shaharliklar buni yaxshi bilishadi. O'sha joyda ikkinchi qatorda oddiy adyol sotib ishladik. Adyolchi bo'ldi, ya'ni shogird tushdik. Uni qil, buni qil, bor supur, klientlarni adyolini olib chiqib ber. Mana shunaqa. Lekin maqsad bu o'smirlik paytidagi maqsad, lekin bu shunchaki vaqt o'tkazish va qo'shimcha tarzda til o'rganardik, ingliz tilini. Maqsad Yevropaga yoki g'arbga ketish yoki oyoqqa turish, mana shunday bo'lardi. Ingliz tilini o'qidik, ko'p akalar bilan maslahatlashdik. Amerikaga ketish bilasizlar juda ham qiyin va Latviyaga, Amerikaga ketish uchun keldik. Nimagaki? Latviyaga, Ismaga, Latviyaning Riga shahridagi Isma universitetiga, management sohasidagi fakultetiga, business administration management sohasiga o'qishga kirdik. Va yarim semestr o'qiganimizdan keyin asosiy maqsad Amerika posolstvosiga borib, u yerga student viza uchun qolgan o'qishni Amerikada davom ettirishga topshirish bo'lgan. Xo'p. Latviyaga keldi, kontrakt pullarini to'ladik. Birinchi qismini albatta otam to'lab berdi. Biz o'rtahol oilada katta bo'lganmiz. Xo'p, otam ancha investitsiya qildi, ancha pullarni ishlatib tashladim. Juda bir nima desam ekan, oson bo'lmagan Yevropaga kirib kelishimiz. Mana ko'p studentlar buni bilishadi. Birinchi marta kirib kelishda $5000 ko'proq pul ketadi. Shunaqami, Farruh? $5000 ko'proq pul ketadi. Undan ham ko'p ketadi birinchi kirib kelishga. Keyin mana studentlarni ham aytib beramizda yo'lini. Student bo'lib keldingizmi? Iloji boricha ota-onalar shunga e'tibor beringlar. Ham o'qib, ham ishlash sal qiyinroq. Qaysiki o'qishdan ham qolish, ishdan ham
ishga bordingizmi, misol uchun Yevropada kuxnyada ishlaysizmi yoki biron bir oziq ovqat do'konlarida skladda ishlaysizmi, eplash qiyin, bola o'zini eplash qiyin. Chunki charchab kelasiz, dars qila olmaysiz. Darsga o'zingizni bersangiz, pul topish kerak. Og'irligingizni ota-onaga tashlamaslik uchun ikkita yo'lni masalan ushlash qiyin. Men misol uchun aniq bilaman, Yevropaga student bo'lib kelgan bolalarni 80% tashlab yuboradi. Ya'niki birinchi, ikkinchi kursdan keyin tashlab yuborib, o'zini ishga urib asosan. Men juda kam ko'rganman bitirganlarni. Shuning uchun kim Yevropaga mana yoshlar ko'rib tursa, o'qishga kelmoqchi bo'lsa, moliyaviy tomonni o'ylash kerak. Sizda ikkita yo'l bo'ladi kelsangiz, yo pul topish yoki o'qish. O'qishni qilsangiz kamroq pul topasiz, ko'proq pul topaman deb o'qisangiz, sifatli o'qimaysiz. Mana shu muammo bo'ladi. Lekin iplagan bolalar respekt doim, iplagan bolalarga. Va mana shunday o'qidik. 2016-17 yil Rigaga kirib keldik va 2019-yilgacha o'z ikkinchi kursni yarmida biz 2019-yil yarmida Finlandiyadan ish chiqdi. U vaqtgacha Rigani o'zida, Latviyaning Rigani o'zida ishladik. Xo'p, birinchi ishxonam samarqandliklarni nima desam ekan, biznesida bo'lgan yoki nonvoy xonasida bo'lgan bir samarqandlik biznesmenning nonvoy xonasida bo'lgan Rigada. U yerda xamirchi bo'lib ishlaganmiz. Ertalab soat 04:00, ya'ni 4:00 da borardim, xamir qilardim. Soat 7 da ustozlar kelardi, tayyor oshgan xamirimga non qilishardi, sotishardi, mana shunaqa. U yerda xamir bilan ishlash san'atini, texnikasini o'rganib, boshqa kuxnyaga o'tdim. O'sha joyda ishlab turgan joyimda bir turk mijoz keldida non sotib olishga, bu xamirni kim qilgan deb savol berdi. O'sha vaqtda ustozlarim Dilshod qilgan deb ichkaridagi bolani, ya'niki meni ko'rsatishdi. Turk chaqirdida, oldimga keldida, bordim. 2018-yilda gaplari. Bu yaqinda men restoran ochyapman. Mana shunaqa xamir qiladigan bir yaxshi bolalar kerak. Menda ishlamaysanmi? Bu yerda qancha oylik olasan deb aytgandi, yodimda. U vaqtda biza soatiga 2017-18-yili soatiga to'lanadi Yevropada studentlarga 2,5 yevro to'lardi. To'g'ri, hozir kam deyishinglar mumkin, lekin o'sha vaqt shunaqa vaziyat. Siz tanlashga imkoniyat yo'q. Yangi kelgansiz, til bilmaysiz, 2,5 yevroga ishlayverasiz, u ko'chada qolmaydi soatiga. U turk aytdi, 3 yevro, 3,5 yevro beraman dedi. U zo'r edi. Men bizdan 1 yil, 2 yil oldin kelgan bolalar, Rigaga oldin kelgan bolalar 3,5 yevroga ishlardi. Biz havas qilardik. Ana turk bilan o'sha joyda shunda 5 oldim. Ichkariga kirdim, xursand bo'ldim. Boshlovlarga aytdim, menga zo'r ish chiqdi deb. Keyin o'sha turkda restoraniga ketdim 1 haftadan keyin. Bordim, turk atmosfera, turk oshxonasi, menga alohida отдел berildi, ya'ni bo'lim berildi. Men doner deydi bularni, doner deydi. O'sha doner kebab, doner, burger, hamburger, men shunaqa fast food bo'limida turdim. Turk chef power o'rgatib turdi. Xamirni qanday qilish, qanaqa gram nima menga topshirildi. U yerda ham ishladim. Va undan keyin men sankan ishdan ketdim. Bu ishdan ketganlarim hammasini oxirida sababini aytaman. Ishdan ketdimda Xitoy restoranidan ish chiqdi. Xudoyberdi degan ukam bor, Jizzaxdan, Navoiy kolxozdan. Ukam bilan yomg'irda Rigada ishsiz ketayotgandik. Shunday bitta binoni tagida Xitoy restoran tasodifan chiqib qoldi. Ukam bilan yuring tushamiz, ish so'raymiz dedi. Tushdik. Ishchi kerakmi sizlarga, power, shu biz studentmiz shu Rigada shahrida shunaqa ishlamoqchimiz desa, kerak dedi. Как раз. O'tirdik, menejer bilan yozib, dogovorlar, shartnomalar qildik. Soatiga u ham 3-3,5 yevrodan beradigan bo'ldi. Shartnoma bo'yicha shahardan chiqqandan keyin, o'sha Riga shahridan chiqqandan keyin bir restoran bor edi, o'sha joyda turasan dedi. Xitoy chef power menga o'rgatyapti. Mana shu narsalarni qilasan. Tovuqni qanday pishirish xitoychasiga, ris, ya'niki guruchni qanday pishirish xitoychasiga, kalmar, buni qanday pishirish xitoychasiga hammasini o'rgatdi. Meni bir o'zimni qo'ydi.
plus bitta kassir qo'ydi yangi restoranga, ofitsiant o'shani qo'ydi, man ishni boshladik, yangi restoran ochildi. Umuman odam yo'q bor-ku. Men yotardim, faqat yotardim. Boyaga kassir qiz bilan gaplashardik, odam yo'q. Bir kunda odam kelsa, 1-2 odam kelardi. Ovqat pishiraman, o'zimga o'zim ovqat pishiraman. U vaqtda men bu Telegramlar uncha moda emas edi, imo ishlatardi, imo. Imoda o'rtog'im bilan gaplashaman, savdo yo'q deyman, zerikarli. Qarang, pul topasiz, lekin zerikarli-da. Uxlayman, turaman, u yerga o'taman, bu yerga o'taman, zerikarli. Keyin oxiri u yerdan ham ishdan ketdim. Walk to Walk degan brend bor, ya'niki lag'mon. Walk to Walk mamda tez ishlashingiz kerak. Ikkita qo'l qozon bo'ladi, ikkita qo'l ikki tomonga qimirlaydi mamda. Tez siz otasiz, osmonlarga otasiz lag'monda, Walk to Walk. O'sha joydan ish chiqdi, o'zimizda vatandosh bolalar bilan ishladim. U yerdan ham ishdan ketdim. Shu bilan ishladik. Oxiri Finlandiyadan ish chiqdi, O'zbek restorandan. O'zbek restorandan ish topdim, e'lon bo'yicha Finlandiyada. Telefon qildim, shunaqa powerman, qiziqaman, ishlamoqchiman. U aytdi, "Sen student bo'lsang dedi, bizga chef power kerak" dedi. Men aytdim, "Okey, chef power bor. Agar если chef power senga kerak bo'lsa, men uni yordamchisiman. Chef power ishlaydigan bo'lsa, men ham ishlayman" deb men o'zim talabimni qo'ydim. U majbur, Alisher aka ko'rib turgan bo'lsangiz, Xorazmlik brat, Helsinkida. Alisher aka majbur bo'ldi meni ham ishga olishga, chef power yoniga qo'shib. Jabbor aka bilan, ya'niki bu chef powerda ismi, O'zbek milliy poveri. Jabbor aka bilan Finlandiyaga ketdik. O'sha Rigada tanishganmiz u brati bilan ham, Samarqandlik. Helsinkiga ketdik, Finlandiyaga, to'yst. Bordik. U yerda ham misol uchun Alisher aka kutib oldi bizni. Ishladik. 2019-yili oktyabr yoki sentyabr oylarida bordim adashmasam va 2020-yili fevral oyigacha ishladim. Oylik zo'r. Oyligini ham aytaman. Menga 2400 yevro nettoda pul berardi. Netto bu qo'lga tegishi. Kvartira tekin, ya'niki yotoqxona tekin. Mana shunaqa. 2400 yevro zo'r pul edi. Hozir ham yaxshi pul. Lekin nima desam ekan bolalar? Baraka bo'lmasdi-da, nimaga? Hozir endi men hammasini yig'amanda nimaga baraka bo'lmaganligini tushuntiraman. Kim misol uchun Yevropaga student bo'lib keldimi, Yevropani yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. Biz mana shu yomon, ya'niki mazza tomonlarini O'zbekistonda ta'mini ko'rmaganimiz uchun Yevropada buni ta'miga qiziqamiz, yomon tomonlarini. Ya'niki qizlar, kazino, ko'chada yurish, ichib chakish, yomon odatlar. Mana shu tomonlariga yosh o'smir yigit qiziqadi. Yosh ukalarimga maslahatim, mana shu Yevropaga kelgan ukalarimga, kelmoqchi bo'lgan ukalarimga maslahatim, mana shu yomon tomonlarini iloji boricha sal uzoqroq yurishingiz kerak. Pulda baraka bo'lmasdi. Mana shunday kazino yoki XBet o'sha vaqtda rivojlangandi yoki qizlar, mana shunaqa. Qarang, 20 yosh, 24 yosh oralig'idagi yigitman, oyoqqa turishga harakat qilaman, lekin bo'lmaydi. Yaxshi pul topaman, lekin bo'lmaydi. Yana harakat qilaman, lekin bo'lmaydi. Boya 5-6 ta ishxonadan ishdan ketdim-ku, nimaga? Mana shu sabab hammasi mana shu mas'uliyatsizlik, qaysidir ma'noda barakasiz yurish va atrofimdagi odamlarni nima desam ekan, menga bo'lgan ta'siri mana shu. Sizga maslahatim, student bo'lib kelmoqchimisiz? Mana shu narsalarga e'tibor bering. Iloji boricha atrofingizga odobli, o'qimishli va misol uchun o'qiyman, ishlayman deydigan bolalar bilan turishingizga men maslahat beraman. Qizlar, kazino hammasi sizdan yo'ldan ozdiradi, vaqtingizni oladi va o'qishingizga ham, karyera, oyoqqa turishingizga ham hech nimaga yo'l bermaydi bu narsalar. Xo'p, 2020-yilga kirib keldik Finlandiyadagi ishimiz bilan. Yangi yil ishladik, yanvar oyi, fevral oyi va 2020-yil fevral oyida dunyoda vahima boshlandi. Yangi kasallik, ya'niki COVID-2020. Hozirgina esimda fevral oyida boshlangan Xitoy tomonlarida.
O'sha vaqtda o'sha Finlandiyada o'zbek kuxnyada ishlab yurgan vaqtimiz Xitoyda kasallik chiqibdi deganda xayolimizga ham kelmagan, даже butun dunyoga tarqab ketish. Keyinchalik u davlatga o'tdi dedi, bu davlatga o'tdi dedi, Yevropaga kirib keldi dedi. Yevropaga kirib kelishi Xitoydan kimdir Estoniyaga uchgan ekan. Mana shunday oqimda kirib keldi dedi. Sekin aholi, odamlar uydan chiqmaslikni boshladi. Finlandiyada ham xuddi shunday bo'ldi. Karantin sekin boshlanmoqda. Bu degani xaridor yo'qmi? Restoran ham yurmaydi. Va pul ham bo'lmaydi, oylik ham bo'lmaydi degani. Va keyinchalik Alisher aka o'sha xo'jayinimiz Dilshod uyga ketaverasan dedi. Ya'niki Rigaga qaytib ketaverasan deb aytdi. Men tushundim. Chunki oylik berish olmayapti. Men bo'ldi aka ketaman dedim. O'sha vaqtda oyligimizni oldikda o'rtog'im Abdu degan o'rtog'im bor edi. Qashqadaryolik. Va Abdu bilan ketdik keyin Estoniyaga ketdik. Finlandiyadan Estoniyaga tushdik. Estoniyada 3 kuncha mehmon bo'ldim, har xil akalankida va o'zimni studentlik uyim Rigaga qaytib keldim. Pul ko'p, 2400 euro oyligimni olib kelganman. Bu normalniy pul Rigada. O'rtoqlarimda ham uncha pul yo'q, kursdoshlarimda. Ko'p narsaga grift qilaman, u qilaman, bu qilaman. Plus pul sekin 2400 euro ham ketyapti, kamay boryapti. Shotka soldim, Xpetga tiqdim, ko'paytiraman dedim. Yo'q, u tugadi. Keyin nima qildim? Pul yo'q, karantin. Finlandiyada ishlab yurgan paytim ustozim, ya'niki o'sha Lazzaka Toshkentlik ustozim, chef power, o'sha Finlandiyadagi chef power ustozim telefon qildim. Lazzaka o'sha pul kerak edi, ya'niki aldadim. Kontraktga Lazzaka meni bilardi. O'zini ukasida yaxshi ko'radi hozir ham, aka-uka biza. Bo'ldi ukam, qancha? Shu 600 euro. Qancha vaqtda berasan? Men shu 1 oy 2 oyda beraman. Xo'p, 600 euro tashlab berdi menga. 600 euroni ham oldim, Xpetga tiqdim. Bir kunni yutqazmadim lekin uni. 3 kun, 4 kun sudrab yurdim. Va bir kuni kechqurun o'sha 600 eurosini hozirgidek yodimda tuni bilan uxlamasdan 2000 euro, 3000 euro qildim. 3000 euro qildim, adashmasam. Xayolimda boyman o'zimcha. Endi 3000 euro pulim bor-ku, endi 3000 euro pulim bo'lsa ham ishlamayman. Endi o'sha 3000 euroni Xpetda оборот qilsam ham, kuniga 100 euro qilsam ham, kuniga 100 euro yutsam ham, 30 kunda 3000 yana yutaman. Bo'ldi, o'zimcha ishlamayman, boyman. Ertalab soat 8-9 3000 euroni o'ynayapman, yutqazyapman, 100 euro, 200 euro, 300 euro ketyapti. Oxirgisi 500 euro pulim qoldi. Oxirgisini ham tikdim o'sha yerda. Ya'niki Mortal Kombat o'ynam, bu yaxshi narsalar emas. Mortal Kombat o'ynam, tikdim. Lost keldi-da, yutqazding deb keldi-da. Ichim shunday muzlab ketdi. Yo'q, hech nimam yo'q endi. Bekorga yana 600 euroga qarzga kirib ketdim. 3000 euro ham yo'q, 600 euro ham yo'q. Shuni ichim muzlatdi. O'rtoqlarim ishga ketyapti. Nima qilsam ekan dedimda, sekin joyimga yotdimda, ustimdan adyol tashladim, bunday yotdim. Bir ichim muzlayapti-da. U yaxshi holat emas-da. Unda kimman, nimaman, nima qilyapman, tipa hech nima kalla ishlamayapti. Eslolmayman. Misol uchun Lazzakam telefon qilyapti, vaqt o'tyapti, pulini so'rayapti. Dabdalasi chiqyapti, men pulini bera olmayapman. Lazzakam noto'g'ri tushunyapti. Lazzakam meni aldadi deyapti. U bilmaydi, u men Xpetga tiqib yuborganim, u bu. Lekin Lazzakamga men ham odamga o'xshab aytmayapman-da, aka, men shunaqa bo'ldi, men yeb qo'ydim, hozir pulim yo'q. Keyinchalik men ana qilsam qilib beraman deb aytmayapman. O'sha vaqtda Lazzakam meni urib, so'kib, вообще dabdalamni chiqarib tashladi. Lekin meni burilishimga o'sha inson ana undaqa sababchi bo'lib qoldi. Yaxshi yo'lga burilishimga. O'sha men chunki Lazzakamni men juda ham yaxshi ko'rardim akam sifatida. Misol uchun biz oilada bitta o'g'il bo'lib tug'ilganmiz, o'sganmiz, aka-uka rishtalarini bilmaymiz. Shuning uchun ko'chadan aka-uka topsaylik, o'sha rishtani his qilishga harakat qilamiz. Lazzakam ham katta kishi, men akam dirdim. O'sha akam degan inson mendan voz kechdi. Aldading dedi-da, chunki men telefonga javob bermayapman.
mani so'kib tashladi, aldading dedi. Sen yaxshi, men o'ylagan uka emas ekansan dedi. Menga ta'sir qildi, mendan voz kechdi. Menga ta'sir qildi bu narsa. Men o'shanda hayotimdagi o'zim yaxshi ko'rgan insonni yo'qotishni nimaligini bildim. Keyin rahmat o'shandan mendan voz kechganiga o'shanda. Men bildim, o'shanda tushunib yetdim. Expert hech qachon odamni boy qilmaydi. Hech qachon bu harom yo'llar odamni boy qilmaydi. Boy odam bo'lib ketishni men hech kimni ko'rmadim. Bizga yuqmaydi. Men hech kimga tavsiya bermayman. O'sha vaqtda Ziyoxonov ismini nima edi Ziyoxonovda? Jamshid. O'sha vaqtda Jamshid aka Ziyoxonov subyektivda ishlardi. Endi subyektivni sonlarni olishni boshlagandi. Subyektivni aynan mana shu qimor sohasiga bo'lgan soni bor bilsanglar, aynan ekspert uchun. O'shanda men chiqishim kerak bo'lgan, lekin men Rigada bo'lganim uchun men chiqa olmaganman. U yerda chiqib, qancha pul yutqazding, nima qilding, hammasini aytib berishim kerak bo'lgan. Plus pul yo'q, tushkunlik, dabdala hammasi, odamlarni jamiyatda, men o'rtoqlarimni ko'zini oldida meni Shahzod mashinik debdi yoki Aziz yomon ko'rib qolyapti yoki boshqa bolalar puli yo'q, Dilshod odam bo'lmaydi, tipa hammasi odamlar menga shunday qarayapti, o'rtoqlarim ham Rigadagi. Keyin maqsam ekan, bo'ldi, o'sha Rigada hayot qolmadi. O'qish ham kirib ketdi, onasiniki kontraktlar to'lanmagan, o'qishlar yopilmagan. Hamma narsasi bolalar, ya'ni yosh ukalarim, hamma narsa mana shu qimor, harom, mana shu ishlarni, mana shu befayz ishlarning ortidan keldi. Hamma narsa. Nima qilsam ekan, yangi hayot boshlash kerak. Yangi hayot boshlash uchun bo'ldi, Rigadan, Latviyadan ketaman dedim. Qayerda o'zbeklar bor? O'tirdim, YouTube'ga yozdim, Polsha yoki Chexiya. O'sha boya Finlandiyadagi ishlagan Abdu o'rtog'imga aytdim. Abdu qayerdasan dedim. Men Polshaga keldim dedi. Qalay, yaxshimikan desam, "No, normalniy ishlar bor, o'zbeklar ishlar ekan" dedi. Okey. Bitta skladdagi bolaning nomerini berdi. Men Latviyadan turib telefon qildim. Men borib ishlayman skladingda. Nech pul oylik chiqarsa bo'ladi? 2000 topsam bo'lamsan? No, qiyinroq, no topsang bo'ladi dedi. Okey. Shu bilan keyin Bobur degan kursdoshimni topib oldim. U bilan men Latviyada birga o'qiganman. Ko'pchilik ham bu Varshavada Bobur shoh desa tanishadi. Bobur shohga aloqaga chiqdim, Boburga. Bobur, assalomu alaykum. Ha, meni tanidingmi? Shu Rigadagi kursdoshingman. Ham Bobur ham Polshaga kelganda mendan oldin. U o'sha bu yerda moslashgan. Aytdi, tanidim do'stim, yaxshimisan dedi. Kel kutib olaman, biron bir ishga qo'yaman dedi. Menda 1 yillik student ID karta Yevropaniki. Buni agar vaqtida legalizatsiyaga to'g'ri topshirmasam, bu kuyib ketadi va men nelegal inson bo'lib qolaman Yevropa hududini ichida. Pulim yo'q, realniy pulim yo'q bolalar. Eslolmayman, avtobusga kim pul berdi, eslolmayman to'g'risi. Kimdir pul berdi avtobusga. Keldim, Rigadan Varshavaga keldim. Даже chakadigan tamakimga ham pulim yo'q. Bobur kutib oldi va Varshava shahridan boshqa ishxonaga 150 kilometr uzoqlikdagi boshqa viloyatga olib ketdi. Yo'lda yordam berdi, misol uchun motivatsiya berdi. O'sha qassobxonada ishlasang, odam bo'lasan, hunar o'rganasan dedi. Oyligini aytaman, 2020-yili $800 edi. 3000 zlot pul berardi, $800 edi. Bordim, polyak ish beruvchini menga qaratdi. Buning qochib ketadi dedi, Boburga aytdi. Buning ishlolmaydi, qochib ketadi dedi. Bobur aytdi, "Oka, prosta uyaltirib qo'ymang" dedi. "Qochib ketmang" dedi, "Yoki ishlamasangiz hozir ayting" dedi. Men aytdim, "Ishlam, iloji yo'q, qarzman, Lazakamga pulni berishim kerak, meni odamlar mashinik debdi. Yosh yigit, o'sha hayotim dabdala. Xo'p, ishlayman" dedim. Sharoitcha unchalik emas, lekin bo'ldi, o'sha men taslimman-da. Misol uchun Ayvosh Otabekning bir gapi bor. O'zingizni tan olishingiz kerak. Agar o'zingizni tan olmasangiz va kibringizni sindira olmaysiz. Bo'ldi, misol uchun o'zingiz kimsiz? Bo'ldi. Past keting, o'zingiz past keting. Bilmayapsizmi? Bilmayapman deyish kerak. Ish kerakmi? Ish kerak deyish kerak. Misol uchun bu
pulingiz yo'qmi, bo'ldi, pulim yo'q deyish kerak. Ya'niki o'zingiz tan olishingiz kerak. Men o'sha vaqtda bo'ldi, o'zimni tan olib bo'lganman. Misol uchun oddiy ishda ishlaymanmi, o'sha $8 oylikda olamanmi, vaziyatdan chiqib ketay, qolganiga xudo poshsho. Qani vaziyat ko'rsatadi qolganini. Ishladim molxonaga, hamma o'zbeklar deyarli. O'zbeklar aka-ukalar o'sha yerda tanishdik. Birinchi arava, ya'niki molni ichini, kallasini musorga tashlardim aravada. Borasiz, aravada to'kasiz, borasiz, aravada to'kasiz. Kimdir, shu mana buni qa deydi, kimdir buni qa deydi. Qo'lingizda hunaringiz yo'q-ku, mana shunaqa qa mana shunaqa bo'lib yuraverasiz-da. Keyinchalik o'rgatishadi, pichoqda ushlab, qondan qo'rqmaslik, u qilish, bu qilish o'rgatishadi keyinchalik hunar o'rgandik. U yerda qassobxonada, misol uchun, molni yerga yotkizib so'yishmaydi bu yerda. Mol liniyada osilib yuradi, liniyalar bo'ladi. Kimdir chap oyog'ini tozalasa, birinchi liniyada, ikkinchi liniyada ikkinchi oyog'ini tozalaydi. Uchinchi liniyada qorin qismini tozalaydi, to'rtinchi liniyada govda qismini tozalaydi. O'sha 5-liniyada o'sha mol top-toza bo'lib, ichiga cho'g'lar tushadi. O'sha 12-liniyada yuvilib, go'sht taroziga kirib ketadi. Men shunaqa liniyalarni sekin o'rgandim. O'sha ish yoqibdi. Birinchi oyligimni oldim va reysga Lazza akamga berdim. Ikkinchi oyligimni oldim, yana Lazza akamga berdim. Ya'niki o'sha 600 yevrosini ham 2 ga bo'lib berdim. Chunki $8 olyapman, o'zim yeb icharim, 300 yevro beryapman. Ikkinchi oy ham 300 yevro berib, men shuni yopib yubordim. U yerda akalar bilan tanishdik. Men birinchi marta men shunaqa ish sharoitini shu Polshada ko'rganman va meni xafa qilgan narsa o'zbeklarni bir-biriga birlashmasligini ham men o'sha Polshada ko'rishni boshlaganman. O'shanda ish beruvchi misol uchun yaxshi oyligimizni vaqtida beradi, lekin ishdagi siyosat bir Yevropa emasda, maza qilib ishlamaysiz. Chunki shanba kuni ham mol kelib qoladi, yakshanba kuni ham mol kelib qoladi, chiqib so'y deydi. U so'ymayman deyishga sizda haqqingiz yo'q. So'ymayman desangiz bor, ishdan ket deydi. So'ymayman desangiz. Men shunaqa ishxonada, u yerda ko'p nelegallar ishlashadi, asosan dokumenti yo'qlar ishlashadi, ya'niki tili qisiq odamlar ishlashadi. Men aytardim, ancha chiqishib olganimdan keyin aytardim, akalar, boshliq xato qilyapti. Biz to'g'ri ishlayapmiz, lekin misol uchun shanba kuni dam olish kuni yoki yakshanba dam olish kuni, bu kuni kelmasin boshliq, biz dam olaylik, dushanba kuni yana ishlaylik deb men o'zimdan oldin ishga kelgan akalarga aytardim. Shuni aytinglar boshliqga deb. Sal tilimiz chiqib qo'yganda-da ish o'rganib. Ular bo'ldi, uka aytamiz deb meni ko'rib turgan o'sha akalar, o'zingizlar bilasizlar, bir-biringlarni sotardinglar. Kimdir bor boshliqqa, men bu o'zbeklar shunaqa san yomonlayapti desa, bu kun ustiga boshliq kelardi-da, hammani mazasini qochirib ketardi. O'sha maytda alam qilardi bizga. Nimaga? Bular borib, men bu polyakka sotyapti deb. Ana polyak kulardi bizani ustimizdan, polyak bizani ustimizdan kulardi. Nimaga? Ichimizdagi nizoni kimdir borib unga aytib berardi har doim. Men 3 oy ishlaganman o'sha joyda. 3 oyda men hunar o'rganganman. Keyin o'sha ishxonadan 25 kilometr uzoqlikda boshqa qassobxona bor ekan. U yerda ham bir o'zbek bolalar bilan tanishib qolganmiz. Men o'sha qassobxonaga ishga ketganman. Bu anonga aytdim, chunki ularning sharoitini eshitdim-da men. Yevropada u. Misol uchun ish tugadim, tugadi. O'zingiz joyingiz tozalamaysizmi yo o'zingizni joyingiz tozalamaysiz. Ish 12:00 da tugadi, uyga chiqib ketasizmi? 12:00 da bo'ldi, ish tugaydi. Shunaqa haqiqiy Yevropa. Xo'jayin kelib bunaqa shanba kuni bezovta qilib, yakshanba bezovta undaqa emas, haqiqiy Yevropa. Va bu mana shu qassobxonamni biz YouTube'ga videosini qo'yganmiz, o'tib bemalol ko'rishinglar mumkin. U yerdagi bo'lgan voqealarni ko'pchiligiga aytib berganman. U yerda karyera qildik, ishladik va Merik, ya'niki o'sha ikkinchi qassobxonadagi boshlig'im, yaxshi ishxona u. Merik meni yaxshi ko'rardi, chunki men buni padovat qilmasdim. Men buni aka, ya'niki boshliq sifatida yaxshi ko'rardim, odamgarchilik yuzasidan. Ishlayapmiz, endi oyoqqa turishimiz kerak. Yevropaga yosh o'smir yigitning birinchi vazifasi oyoqqa turishni o'ylaydi. Oyoqqa turishimiz kerak, nima qilamiz? Biz qishloqda ishlardik. Varshava bizga shahar edi.
mana misol uchun O'zbekistondan Toshkentga shaharda borishadi-ku bizani yigitlar oyoqqa turish uchun. Xuddi biz ham Belovistok kichkina qishloqchadan Varshavaga oyoqqa turish uchun borardik. Ya'ni tanish bilish, networking qilish uchun borardik. Har borganimda akalar bilan tanishib kelardim. Bobur aka fura oldi berdi savdosi bilan shug'ullanardi. Bobur aka bilan ham tanishganman. Manta restoranini oldida Bobur aka Mersa keldilarda bir kuni brat. Aytdim, tanishdim u akayam. Aka, shunaqa maslahat. Men o'sha qishloqda anaqa qilaman demaydi. Ishlayman. Shaharlashmoqchiman va oyoqqa turmoqchiman. Nima maslahat berasiz? Ozgina pul yig'ibman, оборот qilmoqchiman. U inson birinchi menga bergan maslahati Dilshod uka dedi, birinchi qiladigan ishingiz dedi, ertalab turib dedi, bomdod namozini o'qishdan boshlanadi dedi va qolgan ishlaringizga Yaratgan o'zi baraka beradi dedi. Menga bunday maslahatni u insondan boshqa hech kim bermagan oldin. Birinchi maslahat shu bo'ldi. Keyin bo'ldi aka dedim va bir ikki maslahatlarni berdi. Va men pul yig'dimda Opel Astra mashinasini sotib oldim. Bu ham qiziq voqea bo'lgan. Xo'p, Polshada Firdavs degan men ukam bor. Biz bizani boshqa ona tuqqan bo'lsa ham, lekin u ukam bilan biz aka ukamiz. Firdavs ukam, aka, sizga mashina topdim dedi. Ya'niki shaharlashish uchun shaharga bir normalniy mashinada borishingiz kerak. Ya'niki taksi qilmoqchi edim, qo'shimcha daromad sifatida. Opel Astra 2005-yili yurgan masofasi 60 ming. Zo'rda, yangida ana mashina ko'rsangiz. Bordik, sotib oldik. Adashmasam Olexga 8 ming zlot atrofida narx qo'ygandi. Biza borib shu 6 minglar atrofida oldikda, yalinib, studentman dedim, u dedim, bu dedim, 6 minglar atrofida oldim. Yangi 60 ming yurgan. Zo'r mashinadan ko'rsangiz. Tetik 220 ko'rsatib qo'ygan tabloda 220 chiqadi, bittira chiqadi ko'rsangiz. O'sha mashinamni olib sekin juma, shanba va yakshanba kunlari Belovistokdan Varshavaga taksi qilish uchun kelardim. Va shu bahona networkingni kuchaytirish uchun kelardim. Ya'ni odamlar bilan tanishish uchun. Varshavada qanaqa biznesmenlar bor, o'zi Varshavada nima gap va shaharda nima gap. Ikkinchi maqsad pul yig'ish, o'sha qo'shimcha daromad. Chunki taksida ko'pchilik biladi, Yevropada juma, shanba kunlari bular ichadi, bayram qiladi, parti qiladi, yaxshi pul topadi taksi shofyorlari. Bir kunda misol uchun $200, $300 ham topardi. Maksimum shu 300 topganman, undan oshmagan, lekin bir kunda juma, shanba kunlari. Keyinchalik u vaqtlari mashina biznesi bilan shug'ullanishga harakat qildim. Ya'niki mashina arendaga berish o'zimizning vatandoshlarga. Ular mashinani arendaga olib taksi qilishadi va haftalik pul to'lashadi. Firdavs aka bilan ham, ya'niki ustoz deymiz, meni akam u kishi ham. U kishi bilan ham o'sha hostelda tanishganmiz. Hostelga meni Xo'jakbar ukam joylashtirib qo'ygan. Xo'jakbar ukam ham o'zimizning ukamiz va Firdavs aka bilan ham o'sha yerda tanishganmiz. Ya'niki juma kuni borsam, juma kuni ishlayman, qayerdadir uxlashim kerak-ku Varshavada. O'zbeklarning hosteli bor dedi, o'sha yerga olib borsa, Firdavs aka u yerda turibdi. U kishi bilan hisob-kitob qilib 2 kunga xonamni olib, yana ishlab, yana qishlog'imga qaytib ketardim. Juma kuni yana kelaman, yana 2 kun 3 kun ishlayman, yana qishlog'imga qaytib ketaman. Mana shunday pul yig'ib yurdim. Va ikkinchi Lacetti mashinamni oldim. Qizil armanlardan oldim adashmasam. Gruzinmi, armanmi, ishqilib o'shalardan oldim. $2000 atrofidek. Buni arendaga berdim. O'zimning Opel'im bo'ldi, ikkita mashina bo'ldi. Va yana zo'r bitta Olexdan mashina biznesiga qiziqyapmiz-ku. Olexdan o'tirganda zo'rta Lacetti chiqib qoldi. Probegi ham kam, tinni va kulrang svet. Stolnoy bo'lam kulrang? Ha? Stolnoy. Mana shunaqa svetida. Firdavs ukam Varshavada edi. Firdavsga telefon qildim. Firdavs, "Ammo boshimda ko'r, aka zo'r ekan" dedi. "Borib olasanmi? Pul beraman" dedim. Keyin ikkita Lacetti'ni ham arendaga bersang, normalniy pul bo'ladi. "Bo'pti aka, olaman" dedi. Shepimga tushdimda, qassobxonaning egasiga shep, mana shunaqa bir 8000 zlotcha pul kerak, zo'r mashina chiqib qoldi, qarz berib tur dedi. U
8 ming zlot dedi. Keyin ha berib turman, hech qayerga qochib ketganim yo'q. Chunki mendan oldingi o'zbeklar aldaganda uni sal ishonmayapti-da. O'sha o'zbeklar ko'rsa o'zlari biladi aldagan, nimaga aldaganini ham biladi. Men sizlar sabab menga ham ishonmayapti. Shep, menga qara, sen meni shuncha yordam berding, shu yerda ishlayapman. Rahmat, lekin xavotir qilma, men boshqalarga o'xshab seni podovat qilmayman, otmayman. Konkret shu gap bo'ldi, otmayman dedim. Iltimos, ularga o'xshatma dedim. Xo'p, Isa, ya'ni men Isa deb aytishardi, familiyam Isanov bo'lgani uchun qiynalmasdan Isa dedi-da. Tappilla pul berdi-da, qaradi-da, ishondim dedi. Xo'p, gap yo'q dedim. Keyin oyligimdan bosib qolardi. 2 oy pul bermagan menga. Oyligimdan 1,5 oymi 2 oy pul bermagan. Zapravka yeb icharimga pul berardi, hatta ko'p pul bermasdi. Qarzing deb. Xo'p dedim. Firdavsga pulni berdim-da, Firdavs bilan kichkina Hoji degan ukamiz bor, ikkovini jo'natdim. O'sha Lacetti'ni 3-mashinamizda olishga. U mashinamiz ko'payibdi o'zi. Keyin telefon bo'lib qoldi Firdavsdan. Ha, ukamsan. Aka, Hoji avariya bo'lib ketdi dedi. Hazillashmay dedim. Yo, aka, rostdan avariya bo'lib ketdi dedi. Videolar keldi o'zi, rasmlar jo'nataversam, avariya bo'lib ketgan. O xudo ko'rsatmasin, o avariyani siz ko'rsangiz, odamzod tirik chiqishi juda ham qiyin. Ikkita yosh bola, ikkita Lacettida, birinchi qizil mashinam Lacetti, ikkinchisi yangi sotib olgan Lacetti. Mashinani sotib olishdi-yu borib, trassada poyga o'ynab kelishgan ikkita yosh bola. Yangi mashina bilan ikkita Lacettida. Unisi o'tadi, bunisi o'tadi. Videolar bor, Firdavs videoga olgan ekan 180 da ketishini bosyapti deb. Mana shunday poyga o'ynab kelishib, eski qizil Lacettimni bor devorga, daraxtga urganmi, yo'ldan chiqib ketganmi, mashin Hind kinolarda aylanib, devorlarga aylanib tushadi-ku 5 metrga. Xuddi shunday bo'lgan. Videolari bor, qo'yib qo'yamiz. Agar YouTube bloklab qo'ymasa. Bitta mashinim pishdi. Men mashinimga achinmayman, ana kichkina Hoji ukamni tirik bo'lganim bizga omonat qo'ygani, shuni o'zi katta sovg'a. Agar Xudo ko'rsatmasin, nimadir Hoji kichkina ukamga bir nima bo'lganda, men uni onasiga javob bera olmasdim. Men unga onasiga yana bitta Hojini tug'ib bera olmasdim. Men shunga shukr qildim. Shuning uchun ham Hoji ukamga bo'ldi ukam, sen sog' bo'lsang bo'ldi dedim. Shu bilan mashina biznesini ko'paytirdik, aylantirdik, bir 4 ta 5 ta mashina qildik, lekin eplolmadik. Juda ham qiyin ekan bu. Chetdan matematika kalkulyatoriga zo'r deb ko'rinadi, lekin u qiyin ekan. Mashina buziladi, arendator yaxshi haydamaydi, arendator pulni bermaydi. Va eng qiziq jarayonlarga kelmoqda bizda. Mashina biznesda qildik. Endi Hamidullo degan o'rtog'im bor. Juda ham yaxshi ko'raman o'rtog'imni ham. O'rtog'im bilan oyoqqa turishimiz kerak. Ya'ni uni Bili deyman. Bili nima ish qilamiz? U aytibdi, "Isa dedi, kran haydaymizmi?" dedi. "Puli zo'r ekan" dedi, "Oyligi zo'r ekan" dedi. Katta qurilishdagi kranlar bor-ku, o'sha. Uni qayerda haydaymiz desak, mana shunday maktablari bor ekan. 1 oy o'qiysiz, ya'ni mana shu Polshada 1 oy o'qiysiz. O'qishni bitirganingizdan keyin ham amaliy, ham nazariy imtihon qiladi. Ikkovini ham bitirasiz. O'sha kranni pravasini olasiz. Xo'p, o'qiymiz, bordik. 3000 zlot bir o'qishni kursi narxi 3000 zlot dedi. Okey, kelajak uchun investitsiya puldan problema yo'q. Pul to'ladik kranga. Polyak tilida kranni haydashni o'rgatdi. Yuqoriga kranga chiqamiz. Haydashni bir kunda o'rgandik. Texnikaga qiziqganimiz uchun bir kunda masofasini olib, qatga o'ngga, chapga, tepaga qanday masofasini olishib haydashni o'rgandik. Problema yo'q. Lekin nazariy jihatdan hech narsani bilmaymiz. Misol uchun, shamol bo'lsa nima qilish kerak yoki qanaqa jihatdan nima matematikasiga qarash kerak, bu nol bu. Polyak aytdi, o'sha maktabning egasi, bo'ldi, sizlar normalniy, mana sizlarga nazariy jihatdan ekzamenga tayyorlanishinglar uchun qo'llanma, kitob mana shunday qo'llanma. Uni polyakda o'zi ham yodlab olmasa kerak, to'g'risi. O'sha kitobni ko'rib, men duxim tushib ketdi. Bili o'rtog'imni ham duxi tushib ketdi. Короче, u ish ham bilganinglardek o'xshamadi. Kranchi ham bo'lmadi oxiri.
lekin oyligi zo'r ekan kranchilarni. Polshani o'zida 2000 dan 3000 dollargacha oylik beraman dedi. Germaniyada 5500 yevro, 7500 yevrogacha oylik beraman dedi kranda. Mana shunday kran sohasida. Keyin Hamidullo o'rtog'im o'sha vaqtda viza sohasini sal tushunardi. O'zini ukalariga, qarindoshlariga viza qildi, menga aytdi. "Isa, mana shu sohani o'rgansangiz, normalniy" deb polyaklarni agentsiyasiga olib bordi, o'zini tanish. Va tanishtirdi va mana shu viza sohasi ishini sekingina boshlashni o'rgandik. Va Hamidullo o'sha Bili o'rtog'im sabab, o'sha men o'rtog'im sababchi bo'lib qo'ygan mana shu sohaga kirishimizga. Bir ikki yo'llarni ko'rsatib o'rgatdi va bir mijozim bor edi. O'sha mijozda sinab ko'rdik, quyoncha sifatida o'xshadi. Xudo berib o'xshab qoldi nimagadir. Keyin nima qilish kerak? Bu sohani qanday rivojlantirish kerak? Tanish bilish orttirish kerak. Polshada siz ish beruvchilarni orttirish kerak, til bilishingiz kerak. Hamidullo o'rtog'im polyak tilini biladi, ingliz tilini bilamiz, boramiz, gaplashamiz, rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Telegram ochdik. U vaqtda Telegramdan odam ursa bo'lardi gruppalardan. Hozir bu narsalar yo'q bo'lib ketdi. Orzu bo'ldi-yu bu narsalar. Hozir o'zingizni kuchingiz bilan qilasiz hamma narsani. Telegramdan odamlar urdi. Kuniga 50 talab odam bilan gaplashaman. Kuniga bemaqsad boraman. U 17 yoshli bola bilan ham gaplashaman. 55 yoshli amaki bilan ham gaplashaman. Boraman, kelasiz. Tajriba yo'qda, lekin tajriba olyapmiz. 50 ta odam bilan gaplashaman kuniga. Hech kim pul ham bermaydi, ishonmaydi. Kim san o'zisan deydi. Ularni ham gapi to'g'ri. Ularni ham gapi to'ppa-to'g'ri. Shu bilan viza sohasiga kirib keldik. Keyin boshida men tekin qildim. Ko'p hujjatlarni men tekinga qildim. Ya'niki o'sha pulini viza chiqqandan keyin berasiz yoki pulini hujjatlaringiz tayyor bo'lgandan keyin berasiz. U vaqtgacha men o'zim to'layman dedim. Shunaqa ham qildim. Hozir ko'pchilik meni tekin qilib bering deydi-ku. Nimaga tekin qilmasligimni hozir sababi mana shu joyda. Men 10 ta 20 ta odam boshda olib keldim, tekin qildim. O'zbeklar va'dasida ham turmadi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha vatandoshlar gapim to'g'ri-ku. Aynan sizlar hujjat ham qilib berdim, pulimni ham bermadinglar. Lekin men sizlardan roziman. Nimaga? Men ish o'rgandim. Sizlar sababchi bo'lib qoldinglar mana shu ish o'rganishimga. Shuning uchun men sizlarni ham yomon ko'rmayman. Minnatdorman. Bu hayotda hamma narsa bir-biriga ustoz. Misol uchun motivatorlar boylik haqidagi misol uchun boylik haqida o'ylab, mana shunday yaxshi narsalarni o'ylab, anondaqa nima desam ekan, orzu qilishni o'rgatadi-ku. Alkashni ko'rsangiz, u agar mana shu alkashda hayotida yursangiz, mana shu darajaga kelishingizni o'rgatadi. Bu ham ustoz, bu ham ustoz. Haligi tekin qilgan odamlarim ham menga ustoz bo'ldi mana shu sohada. Men bildim, bundan keyin tekin qilish yo'q. Kim pulini to'lasa, okey qilib beraman. Sanjar aka Gulistonlik brat. Mani bir 3-4 klientim mana shu kishi. Ko'rib turgan bo'lsa, hozir ham aka-ukaman, yaqinda YouTube'ga u kishi bilan ham bir son olamiz. Sanjar aka Gulistonlik, keyin o'rtoqlari, akani ismi yodimdan chiqdi, Anvar aka edi. U kishiga ham hujjat qildim. Sanjar akaniki u vaqtda zo'r edi viza sohasi, tez chiqardi. 1,5 oydami, 1 oydami приглашенияsi chiqdi. 1 oyda yana posolstvoga navbati chiqdi. Kirdi, hamma hujjatlarini qilib berdim, viza oldi. Bunday qarang, mazzada, misol uchun shuncha mehnat qilyapsiz-da, bunday mevasini olyapsiz. Mazza. Sanjar aka xursand. Sanjar aka o'sha vaqtda keyin menga aytibdi, Dilshod, senga ishonmagandim, shunchaki yosh bola deb, dili interes, $500 pulim ketsin deb topshirdim, chiqib qoldi. deb xursand-da, brat. Men ham xursandman bunday. Men shu men qilyapmanmi shu ishlarni deb. Shu bilan kirishib ketdi. Instagram ochdi, tanish bilish qildi. Shu bilan Dilshod Isanov va chiqishlarimizda hammasida ham assalomu alaykum vatandoshlar, hurmat bilan Dilshod Isanov. Mana shunday kirib kelish qilib shaxsiy brendimni rivojlantirishga harakat qildim. Va hozir O'zbekiston bozorida viza sohasida 90% holatda bizani tanishadi deb o'ylayman, ayniqsa ishchi viza sohasida. Va ko'p narsalarni yoritib berdim.
qora va oq tomonini tushuntirib berdim vatandoshlarimizga. Mana shu yillar davomida to'g'ri vizasi chiqmay отказ olganlar ham bor. Mana men televideniyaning oldida 100% aytaman, men hech qachon misol uchun vizaga biz javob bermaymiz. Viza elchini qo'lida. Vizaga kim harakat qilsa, bu men uchun yoki o'rtog'im uchun yoki qarindosh uchun harakat qilmaydi, o'zi uchun harakat qiladi. Pulni ham men uchun yoki kim uchundir to'lamaydi, o'ziga o'zi investitsiya qiladi. O'sha 500 yoki 1000 dollar pulini investitsiya qiladi, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa bu yerda meni aybim yo'q. Sotib olgan puliga u hujjat sotib olgan. U meni vaqtimni sotib olgan. Hozir mana shunday faoliyat olib boramiz ko'pchilik. Sizlarga men va'da beraman, qo'limdan kelgancha sifatli kontentlar qilishiga. Xo'p, Telegram kanalimizga albatta obuna bo'linglar azizlar. Xo'p, video bu YouTube kanalimizga donat, bizada donat yoki boshqa narsa so'ralmaydi. Sizlardan bitta iltimos, like bosib qo'yinglar. Misol uchun mana shu o'zbek yigiti Yevropada qanday yo'lni bosib o'tdi? Bitta mana shu uchun like bosib qo'yinglar. Instagram kanalimizga ham Polshada ishlar, Dilshod Isanov kanaliga ham obuna bo'ling va izohlarda eng keraklisi o'zingizni fikringizni yozing. Yevropada men nimalarni yoritib beray kelajakda? Mana shu narsalarni chiroyli yozsanglar, men qo'limdan kelgancha mana o'zimizni jamoa bilan yoritishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, hurmat bilan Dilshod Isanov. Sog' bo'linglar. Endi ana undaqa o'zi olyaptimi? Dilshod akam o'zi vaqti zavodli odamda. Hozir hayotidagi o'sha bosib o'tgan yo'llar haqida gapirib beradilar. Ko'pchilik bizani hammaga assalomu alaykum vatandoshlar. Sharif Agency the best. Bugun YouTube'ga 4-sonamiz.